Hormanglar, treyderlar, sog'misizlar, bormisizlar? Xo'p, mana Amerika sessiyasi ham ochilishiga oz qoldi. Kimda qanday g'oya, ideya, tillaga? Xo'p, kecha selga oqib berdi. Xo'p, W bo'lyapti. Ko'rayotganlar bormi W? Bitta W. Ikkinchisi desak, mana ikkita minimum bu W. Shu yerda buzib o'tsa, tepasiga yorib buy retestga kelganda yoki bu minimum yorib o'tib retestga kelsa sell. Qaysi birini kutamiz? Nima deysizlar? Bu yerda order blok bor. Imbalansni olib ketdi. Order blokka borma. W bu maksimum bilan yorib uchib ketamiz tepaga. Urush avjiga chiqyapti lekin. Rossiya Ukrainadan zarbalar yeyapti. Xo'p, bu tarafda javob bermagan joylar bormi? Gapga javob berdi. Javob berib, lekin maksimum ketmadi. Bu yerda qolib ketgan imbalans CVG. Order block desak, qulab qo'ygan ekanman. Uzr, bo'lmaydi. Xo'p, kutamiz endi. G'oyalar, ideyalar bo'lsa yozib olinglar kommentga. W bo'ladimi? Buy yoki sell. Dollar indeksini ko'rib qo'yaylik. Mana dollar indeksi ko'tarilib oldi. Amerika dollari qadrini oshirish bilan ovora. Amerika sessiya ochilishiga tushyapti dollar. Pastda javob berib ketmagan joylari bor ekan. Lekin trend buyda. Tillada bo'lsa trend sellda.